Bundan oldingi videoda 200 talik paykamizni ishlatib ko'rsatgandik. Akalar, ishlatib ko'rsatganimiz sizlar bu narsani ko'rmagansizlar degani emas. Prosta o'zimizda bor narsani ishlatib ko'rsatmoqchimiz. E'tiborlaringda 315 talik gidrolitskiy paykamiz. Gidrolitskiy paykamizda alohida gidrolika blogi bo'ladi. Xamutlari, tarsovkasi, ichidan dazmoli chiqadi. Polni full komplekt sotib olmoqchi bo'lsangiz, qarang, komplektida perchatkasi 20 dan 60 gacha bo'lgan alohida dazmoli, oq turbaga ham to'g'ri keladi bu. Urvini, qaychisi, hamma narsasi komplektida bo'ladi. Sizlarga ishlatib ko'rsatamiz. Aka, bosib oling. Ko'rib turibsizlar, turba qo'yilgan. Turbaning ikki tomoni ham qiyshiq. Tarsovkada sarxlab olamiz. Randamizni olib turamiz. Paykamizni ustonovka qildik. Qarang, gidrolika blogida buni taymeri bo'ladi. Ko'rsating taymerini. T2 yopishtiradigan vaqti, T5 soviydigan vaqti. Qarang, erishni boshladi. Bu tomoni ham, bu tomoni ham. Hidi yomon sassiq ekan. Ko'rsating. 220 gradus qizishi kerak. 210 gradus qizidi. Bo'ldi, uzamiz aka. Bismillah. Dazmolni oldik. Dazmoli keramikskiy, o'zida bironta slet qoldirmaydi. Bizda primerda mana shunaqa show paydo bo'ldi. Bu chist eksperimentalniy video. Oldin biron marta ishlatib ko'rmaganmiz, faqat sotganmiz. Agar kimga kerak bo'lsa, manzilimiz Sergeli Index bozori. Bundan tashqari bizda 115 talik, 450 talik, 500 talik, 630 talik gidrolitskiy apparatlarimiz bor. Butun O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib beramiz. Toshkent shahar ichida dastavkamiz bepul.